Dorozani oson dedingiz, lekin mana qimmat aytasiz. Ozroq bering-da biz obunachilarga. Ilhom aka, bu dorozlar asli arzon doroz emas, chunki avtomobilning qaysi chiqadi bizda Durmetal doim trendda. Shuning uchun Namangandan aniq aksiyani oldamasdan oladigan insonlar bo'lishadigan bo'lsa, kommentariyaga daroza kerak deb yozib, shunga videoga like bosishgan bo'lsa, bizga aytmasdan dorozani kelishganimizda 20 million bo'ldimi? Uka, men kommentariyaga mana narsani yozganman deb shuni ko'rsatadigan bo'lsa, kvadratdan 100 mingdan bitta doroza $200 naqd pasaydi. Xo'p, uka, bunaqa skidkani sal kuchaytirmasa bo'lmaydi. Umuman iloji yo'q, chunki biz obunachilarimiz 90% uy quraman degan aka-ukalarimiz. Sizga aniq bilaman, foydasi tegadi. Shunaqa darvoza qilaman degan aka-ukalarimiz ko'p. Shunaqa chiroyli darvozalar bor. Okalar, bir chekkada tanishtirib o'ralib, ko'rib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, Namangan shahrini doim shu yerda tug'ilib o'sganimiz uchun hurmat qilamiz. Hech qayerga bunaqa aksiya bo'lmagan. Ko'rib turgan darvozalarini yaqinroqdan bitta ko'rib o'tsani ham avtomobilning qaysini chiqarib berganmiz. Oldash haromlik bo'lmaydi. Sababi doroza kelish bo'lganimizdagi kommentariyani bitta bosasizlar, bo'ldi. Kvadratidan skidga ketadi. Dorozamiz kvadrat metr boshlang'ich 1 million 400 mingdan boshlanadi 2 milliongacha. Mana shu radiga turgan dorozalarimizni metr kvadrati 1 million 300 mingdan boshlanadi 1 million 600 minggacha materialga qarab kelishimiz mumkin. Ko'rib turgan afsona model darvozani juda ham ko'p joyda ko'rgansizlar, lekin avtorisini qo'lim bilan o'zim chizganman. O'zbekiston bo'yicha trendga chiqdi. Lekin Namanganlik, o'zini bosib olgan skromli bratallaga mana shu korrupsiyali fason darvozamizni tavsiya qilamiz. Juda ham ko'pchilik texa yurib shu darvozani qo'yib berishadi. Darvozadan akamga ham, o'zimga ham qo'yganman. Buni listi boshqasi hammasi sifatda umuman chokoladda qolib sig'maydi. Yo'qmay qolsa qana garantiya berasiz? Garantiya oka, zaklat berishadi. Agar doroz yo'q bo'lsa, zakotlar unida vazorat bo'ladi, dorozani qaytarib ketiladi. To'g'risi javob. Eng past narxdagi darvozalaringizdan eng qimmatigacha narxini tanishtirib o'ting. 500 mingdan boshlanadi, $300 gacha bo'lgan varianti bor. Ishlab chiqarish joyimiz Sariq Bandiston yo'lida. O'zlari kelib, materialni qo'llar bilan ushab, sifatni mana shu yaqindan ko'rib turib zakazlarni bersa, uyaltirib qo'ymaymiz. Bizda uloq-chuloq jinni ketdi, 100 ming, 200 ming yolg'on aksiya bo'lmaydi. Hammasi original doroza olaman deganlar, sekin kommentariyani gumillatib qo'ysa tamom. Hop, bemalol akalar, kelaverasizlar, maksimalni bo'ladigan joy, lokatsiyalar Telegram kanalga ham tashlab qo'yamiz akalar. Shunaqa chiroyli darvozalar hamda pechatli boshqa turdagi darvozalar ham bo'ladimi sizlarda? Biz o'q-o'qdan ajratmaymiz. 500 minglik bo'lsa ham o'sha ustunovka dastavkasi tekin, $300 bo'lsa ham ustunovka dastavkasi tekin. Gap yo'q. Akalar, bosamiz.